Har doim ota-onamni umra safariga jo'nataman deysiz. Ota-onam uchun ishlayapman, Rossiyada, Amerikada, qayerlarda rozi qilaman deb. Sizga eng yaxshi qulay turib firmani siz uchun topib qo'ydim. Videoni o'tkazib oxirigacha ko'ring. Chunki har birimiz ota-onamizni rozi qilish uchun asosiy maqsad yashash shu xolos deb o'ylayman, men fikrim bo'yicha. Hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelganmiz. Narxlarni arzon qilib, sifatli narxlarni qilib beramiz deyishdi inshaalloh. Hop, videoni qo'yib olsak-ku, sizlar bilan ma'lumotni boshlasak. Assalomu alaykum, Xontosh aka. Assalom. Omonmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, Qora aka, bugungi videomizni nima desa bo'ladi? Yolg'onlarsiz, boricha gapirib o'tib ketsa yaxshi bo'lardi. Narxlar tushdi dedingiz, sharoitlar o'zgardi dedingiz ancha. Xo'p, birinchi savolim Qora aka, nechta viloyatdan reyslarimiz bor? Xo'p, hozir 6 ta viloyatlardan reyslarimiz bor. Bular Toshkent shahri, Samarqand, Termiz, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarimiz bor. Farg'ona viloyatlaridan reyslarimiz bor. Shunaqa. Qora aka, hozir menga chamadonlar qo'yib qo'yilibdi. Bu hadyagami? Hadiyaga emasmi? Videoda bekor chiqarib yubordim bu gapni. Yo'q. Bu komfort paketimizda. Komfort paketlarimizda bo'ladi inshaalloh. Xo'p, bu haqida ham video qilib chiqamiz. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib qo'ysiz, like bosib qo'ysiz. Kim bilan o'zi umra safariga bormoqchisiz? Like bosib, kommentariyaga yozib o'tib kelsangiz, yozilgan narsa albatta amalga oshadi, xudo xolisa. Qora aka, Madina Munavvaradagi Makka Mukarramadagi gostitsamiz masofasi-yu, qayerlarga sayohatda bo'ladi? O'sha haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p. Madina Munavvarada 200-250 metr oralig'ida markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxona. Makka Mukarramada Xo'p, 1-1,5 kilometr oralig'ida Ajiyat ko'chada va Ibrohim Halil ko'chalarida joylashgan 3-4 yulduzli mehmonxonalardan biri bo'ladi. 3-4 yulduzli mehmonxonalardan biri bo'ladi. Necha mahal ovqat bo'lyapti shunda? Xo'p, Makka Mukarramada 3 mahal, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari. Qora o'zi hamma yo'da aytyapsiz-da. Eng asosiy narx qolib ketyapti. Yurtdoshlarni kutilmagan holatda shu joyga like bosib qo'yishadi hozir. Narxlarni bitta aytib o'tib kelsak, Toshkent qancha, viloyatlarimiz qanchada? Hop. Toshkent shahridan $1100, $1050 bo'lyapti. Viloyatlarimizdan $1120 bo'lyapti. $1120 bo'lyapti, xudo xolasa. Do'stlar, narxlar keskin tushdi. Shuni e'lon qilishdi. Lozim deb bildik, xudo xolasa. O'zi kim bilan umra safariga bormoqchisiz? Shuni ham kommentariyada yozib o'tib keting. O'zi kim bilan borgansiz, necha pulga borgansiz? Hammasini yozib o'tib ketsangiz, xudo xolasa, kimgadir manfaatli bo'lib qolar kommentariyangizda o'qiganda, xudo xolasa. Qora aka, bizni Tojikiston, Rossiya va boshqalardan juda ko'p davlatlardan ko'rishadi. Hop. O'sha insonlar sizlarga qanday qilib aloqaga chiqsa bo'ladi? Hop, ijtimoiy tarmoqdagi barcha ilovalarimiz izlab turibdi. Bulardan Instagram, Telegram, WhatsApp, Rossiya Federatsiyasi uchun alohida Max o'zini messenjeri shu ham ishlab turibdi. Xudo xolasa. Do'stlar, xudo xolasa shu videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, albatta siz bu yil umra safariga inshaalloh borasiz. Chunki umra ziyoratiga qiziqishingiz bor, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymang, xudo xolasa. Biz sizga kun-kunora yangi videolar chiqarishda davom etamiz.